بسم الله الرحمن الرحيم Nəhayət şəfqətlik və mehriban Allah'ın ismi bilan başlayman. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت Osmon yerilgan, Parvardigarning amrini anglab, itoat qilgan, Parvardigarning amrini anglashqa, itoat qilishga loyiq bo'lgan chaqda وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت zimin so'zilgan, qo'ynidagi narsalarni, ya'ni o'liklarni, madallarni sirtqa chiqarib quruqdinib qolgan. وأذنت لربها وحقت Parvardigarning amrini anglab itoat qilgan, Parvardigarning amrini anglashqa, itoat qilishga loyiq bo'lgan chaqda inson xiyoliga kelmagan dahshatlik ahvollarga yo'liqidi. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه Ey inson, sen haqiqatan Parvardigoringga muloqot bo'lguningga qadar o'z ishingda sa'i ijtihod qilsan, ya'ni amalingning natijasini ko'rsan. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا Nama amali o'ng tarafidan berilgan odamdan oson hisob ilindi. وينقلب إلى أهله مسرورا U jannatdagi oilasiga xushal-xuram qaytadi. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره Nama amali orqa tarafidan berilgan odam فسوف يدعو ثبورا voy deb to'laydi, ya'ni o'limni orzu qiladi. ويصلى سعيرا Do'zaxga kiradi. إنه كان في أهله مسرورا Chunki u dunyodagi chig'ida oilasida shadxo'ram edi. إنه ظن أن لن يحور U Parvardigorining dargohiga qaytmayman deb gumon qildi. بلى إن ربه كان به بصيرا Undaq emas. Ya'ni u Parvardigorining dargohiga qaytadi. Parvardigori haqiqatan uni ko'rib turg'uchidir. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق Shafaq, ya'ni kun patqandan keyingi ufqdagi qizillik bilan kecha va uning qorong'uligi bosgan narsalar bilan nuri kamolatga yetgan oy, ya'ni to'lin oy bilan qasamki, لتركبن طبقا عن طبق sizlar jazman bir holdan yana bir holga yutkilib tursizlar. فما لهم لا يؤمنون Ular, ya'ni mushriklar nemishqa iymon etmaydi? وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون Ularning yinida Qur'on o'qilgan chaqda nemishqa sajda qilmaydi? بل الذين كفروا يكذبون Balki kofirlar haqiqatni inkor qiladi. والله أعلم بما يوعون Ularning dillaridagi yo'shirun narsalarni Alloh obdan biladi.
فبشرهم بعذاب أليم Ularga qattiq azob bilan xush xabar bergin. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Faqat iymon etgan va yaxshi amallarni qilgan kishilar uzilmas savobga erishidi.